Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan qishda har bir xonadonda albatta bo'ladigan va ayniqsa yangi yilda ko'proq iste'mol qilinadigan mandarin haqida so'zlashamiz. Ya'ni uni qanday tanlash va saqlash haqida. Mandarinni saqlash muddatiga mevalarning yangiligi va sifati ta'sir qiladi. Pishib o'tib ketgan yoki aynigan mevalar uzoq saqlanmaydi. Mevalarni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Ular to'q sariq bo'lishi shart emas. Po'stlog'ida ozroq ko'k joylar ham bo'lishi mumkin. Bu etning ta'miga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Po'stloqdagi tirnalishlar, dog'lar yoki to'rlar o'sish jarayonida hosil bo'lgan chandiqli kichik jarohatlar bo'lishi mumkin. Mandarinlarni ushlab ko'ring. Qayishqoq po'sti esa etiga mahkam yopishganligiga ishonch hosil qiling. Ya'ni orasida bo'shliqlar bo'lishi kerak emas. Meva juda yumshoq, qattiq yoki quruq bo'lmasligi lozim. Sifatli sitrus mevalarda meva bandi saqlanib qoladi. Aytgancha, barglarning mavjudligi mandarinlarning yangiligini kafolatlamaydi. Bu xaridorlar uchun chalg'ituvchi usul xolos. Mevalar deyarli kecha shoxdan uzilgandek tuyulishi mumkin, ammo aslida bu mevalarning barglari ancha vaqtgacha tirik va yashil bo'lib qolaveradi. Asosiysi mevalar toza, mexanik shikastlanishlarsiz, kasallik va zararkunandalardan zararlanish izlarsiz, chirigan va mog'orli dog'larsiz bo'lishi kerak. Muzlagan mandarinlar afsuski uzoq saqlanmaydi. Sitrus mevalarning xushbo'yligini qadrlashni ham unutmang. U yangi va yoqimli bo'lishi kerak. Agar siz mog'or yoki chirish kabi yoqimsiz hidni sezsangiz, bunday mevalarni aslo olmang. Mandarinlar qancha vaqt saqlanadi? Mandarinlar 2 gradusdan 6 gradusgacha haroratda va 85-90% havo namligida eng yaxshi saqlanadi. Bunday mikroiqlimni sovutgichda, sabzavot va mevalar uchun mo'ljallangan maxsus bo'linmada saqlab turish mumkin. U yerda mandarinlar 2 haftagacha saqlanadi. Mevalarni salqin yerto'laga, balkonga qo'yish mumkin. Bunda saqlash muddati sovutgichdagi kabi bo'ladi. Biroq bunday joylarda havo harorati va namligini barqaror saqlash biroz qiyinroq. Mandarinlar tezroq buzilishi mumkin. Xona haroratida sitrus mevalar biroz kamroq muddat, 10 kungacha saqlanadi. Ta'kidlaganimizdek, sitrus mevalarni sovutgichga, yerto'laga, balkonga qo'yish yoki xona haroratida qoldirish ham mumkin. Sitrus mevalarni saqlash uchun qaysi joyni tanlasangiz ham ularni qadoqdan chiqarib oling. Paketda ortiqcha namlik to'planishi mumkin. Natijada mevalar chiriy boshlaydi. Bundan tashqari mandarinlarni olma, avokado, banan, qovun, kivi, shaftoli, nok, qalampir va pomidorlardan uzoqroq saqlang. Ushbu meva va sabzavotlar faol ravishda etilen ajratib chiqaradi. Shu sababli mandarinlar tezroq aynib qolishi mumkin. Mevalarni saqlashga qo'yishdan oldin yuvish kerak emas. Bevosita yeyishdan oldin yuvasiz. Sovutgichda saqlash qoidalari. Mevalarning yuzasi quruq bo'lishiga e'tibor bering. Kerak bo'lsa, ularni qog'oz yoki oddiy sochiq bilan arting. Shuningdek, sabzavot va mevalar uchun mo'ljallangan sovutish bo'limida kondensat yo'qligini tekshiring. Mevalarni idishga yoyib joylashtiring. Agar sovutgichda maxsus bo'lma bo'lmasa, mevalarni alohida idishga yoki ochiq qog'oz paketga solib, pastki tokchada saqlang. Mandarinlarni vaqti bilan albatta ko'zdan kechirib turing. Chirish va mog'or sifatli mevalarga tarqalmasligi uchun chiriganlarini o'z vaqtida olib tashlang. Yerto'la va balkonda saqlash qoidalari. Butun va sifatli mevalarni tanlab oling. Ularni ehtiyotkorlik bilan ortiqcha namlikdan tozalang. Har bir mevani pergament yoki oddiy toza qog'ozga mahkam qilib o'rang. Qobiqlar sitrus mevalarni harorati o'zgarishi va ortiqcha namlikdan himoya qiladi. Mandarinlarni yog'och yoki plastmassadan yasalgan to'rli qutilarga bir qavat qilib joylashtiring. Agar ular qo'l ostingizda bo'lmasa, karton qutini olib, havo yaxshi aylanishi uchun uning tubi va devorlarida bir nechta yirik teshiklar hosil qiling. Iloji bo'lsa, idishlarni to'g'ridan-to'g'ri polga qo'ymang. Mandarinlarni tokchalarga joylashtiring yoki bo'sh qutini ag'darib, mevalarni uning ustiga tering. Shunda ular yaxshiroq saqlanadi. Xona haroratida qanday saqlash kerak? Bu variant siz yaqin kelajakda iste'mol qilishni rejalashtirgan mevalarning kichik partiyalarga mos keladi. Yuqori harorat va quruq havoda, ayniqsa isitish mavsumida mandarinlar tezda qurib qolishi mumkin. Sitrus mevalarini plastmassa, yog'och, sirlangan yoki shisha idishlarga bir qator qilib joylashtiring.
Mevalarni juda zich qo'ymang, aks holda ular chiriy boshlashi mumkin. Mahsulotni qurib qolishdan saqlash uchun har bir mandarinni qog'oz bilan o'rash mumkin. Mevalarni eng salqin joyga, batareya, plita va boshqa issiqlik manbalaridan uzoqroqqa qo'ying. Kun davomida mandarinlarga quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushmasligiga ham ishonch hosil qiling. Mevalarni tez-tez ko'zdan kechirib turing va buzila boshlaganlarini tashlab yuboring.